ana endi eng yangi qaynoqqina loyihalarimizdan biri Imorat Hills loyihasini sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Ushbu proyektimiz esa taxminan nechta edi? 300 tamidi bolalar. Umumiy olganda 300 dona o'ta zamonaviy va o'ta shinam. Bunisi esa villa ko'rinishda, ya'ni kottedj uylar. Xohlasangiz mana shunaqa town house olishingiz mumkin. Xohlasangiz shunaqa villa. Demak, ichkarida esa eski loyihalarimizdan biri bu Bristol loyihasi. Bu loyihamiz ham juda ham ko'pchilikka manzur bo'layotgan loyihalarimizdan biri. Xullas do'stlar, assortiment juda ham ko'p. Bayramga barcha ayollarga 8-mart uchun turmush o'rtoqlariga iltimos qilib, mana shunaqa ajoyib uylarimizdan xarid qilishlarini tilab qolaman. Bu haqiqiy ayollar uchun eng zo'r sovg'a nazarimda. Hamma chiroyli yangi uylik bo'lishini juda ham chin dildan